Assalomu alaykum. Sabah avazlıq əsərləri kanalına xoş gəldiniz. Əsərlərimizni yoqtirgan bolsanız, dostlarınızga və başqa toplarga tavsiya qilib qo'ying. Əmdi anglaydiganlar Qashqar Uyg'ur nashriyati 1999 yil 4-oyda birinchi qitim nashr qilgan roman Sarson Ruh, avtori Ahad Turdi. 2-qism, 5-bob. Misrdan kelgan elchi. 1. Atxan Haram masjidining yenidan chiroyli bir do'konni ijaraga oldi. O'z tabiatiga yarasha do'konning ichi sirtini pokiz oqlab, udul tamg'a yo'g'an aynak bekitdi. Jo'za bandinglarni to'liqladi va do'konning mangliyiga Uyg'urcha, Arabcha Atxan satrashxonasi degan xatlar yozilgan ko'rkam bir viveskini osdi. Hozir uning do'koni xaridor cho'pqatlarla emas, balki yiroq yaqindagi tonish bilishlarmo kirib, yangi xabarlarni yetkazadigan, so'qa suhbat qurib, ich pushqini chiqaradigan qaynoq so'ringa aylangan edi. Bugun kechga yaqin do'kon xili ozoda bo'lib qoldi. Atxan yerlarni serib supurib, suv chashdi. Ishik derizlarning yo'chuqlaridan kirib olgan pasha chivinlarni lungi bilan urib qo'g'lab chiqardi. Ondan do'konning bulunga qo'yilgan küpten bir nogay muzdek so'yilib, amdi ichib turishiga azaldan ko'rib baqmagan salopatlik bir xaridor "Assalomu alaykum" deb kirib keldi. U butunlay arabcha kiyinib olgan edi. Qora iqol bilan basirib olgan oppoq ipek ro'mali gadinigacha tushib turadi. Uchsidimo o'shqigacha yipib turgan oq ipek ko'nglik bar edi. Shuncha issiq bo'lishiga qaramay, ko'nglikning tugmasini ham etib olgan edi. Bu odamning qo'lida nihoyat chiroyli, parqaroq, yiqiq tasvir turadi. Uning qo'ruq bosgan keng manglayidan, nuri qochmagan o'tkir ko'zlaridan va parqarab turgan qarmutuq chiroyidan aqli idrokliq, ko'p ish ko'rgan, dilkash odamligi chiqib turadi. Atxan o'rnidan turib hurmat bilan uningga salom yondirdi. Xaridor udul berib, aynakning oldidagi yulanchuklik o'rindiqqa o'ltirdi va beshidagi ro'mali bilan iqolni yiniga ilib qo'ydi. Atxan uning bo'yniga partuq tortib, shalang'ishqa boshlagan mash guruch chechini uvlashqa boshladi. Atxan mehri issiq, natunish bu xaridorning chechini nihoyat siyliq tushirdi. Saqilini tujuplab yasidi. G'ol va bilaklarni uvlab yinik silkidi. Barmoqlaridan qaz chiqarib, nihoyat tetik va rohatlik qilib qo'ydi. Qo'llari bak yengil ekan, ustam, dedi bu odam rozimanlik bilan Atxonga qarab. Qachonlardan mundaq yaxshi hunarni o'rganib olgandilar? Atxon javob berishning oldida bu odamga lappida bir qaradi. U boyidan beri bu odamning arab yoki o'z yurtligi ekanligini bilolmay, yoki so'rashga petanolmay tit bo'lib turgan edi. Mana endi bu odam o'zi uningga gap qildi. Gap qilgandimi, to'liq va ravon ona tilda so'zladi. Uning talaffuzidan oz to'la xotin furqi chiqib turadi. 10 yoshgacha qarixonada o'qidim, dedi Atxon nihoyat tabiiy va erkin holda o'zi haqida so'zlab. Lekin inna ataynani yodga ololmadim. Dadam rahmatli xafa bo'lib, tiling o'qishga kelmagan bo'lsa, qo'ling hunarga kelsin deb bir satrashqa shogirdlikqa tutib berdi. Ustam tazimo zardilik, chekarman odam edi. Uning qo'lida 1 yil aranchi dedim. Mana endi shu 1 yillik chalib pula hunar asqati deslar. Atxonning kichik bolada ko'ngilchak va samimiyligi bu natunish xaridorni ta'sirlantirdi. U yang'ivashdan dariza yenidagi o'rindiqda o'ltirdi va Atxon quyib bergan muzdek suvni ichgach parang'a tushdi. Odam bolasi uchun o'rgangan narsa behuda bo'lmaydi, ustam. Har nima bo'lsa, yaxshi hunarni o'rganib qo'yib ekanlar. Dunyoda buningdanmi pokiz, xosiyatlik ish yo'q. O'z vaqtida payg'ambarimiz mushu yerda haj davobdan keyin chat tushirayotganlarni ko'rib, "Ya Alloh, mushu chat tushirganlarga baxt saodat ato qilishini tilayman" deb duo qilgan. Bugun Allohning qudratida sizlar bilan tanishib qoldik. Ustam,
mening ismim Pasar Axun. Bu yerdagi kishilar Pasar Hacim deydi. O'zim Xotan Qarqashliq. Buningdan 25 yil burun dadam bilan hajga chiqqan. Qaytish vaqtimizda dadam meni Misrga apirib, Jamiul Azharga o'rlashtirib qo'yib ketgan. U yerda 9 yil o'qib, ilm tahsil qildim. Ondan o'ylanib, tirikchilik uchun tijorat qilishga boshladim. Hozir Yaman, Arabiston, Sham va Iroq taraflarga berib kelib turaman. Hal kunim yomon emas. Bir necha qitim yurtga boray debmi bora olmadim. Allah bizning rizqimizni mush taraflarga chechib o'xshaydi. Bu odam so'zdan to'xtab, hijr tavaqtiki suvdan bir o'tladi. Atxon uning o'zini pisantiga elib, ochiq ko'ngillik, dilkashlik bilan yurak sirlarini aytganligidan bakmo so'yindi. Shu topda har ikkalanning ko'nglida bir xil yaqinlik, hurmat va samimiylik tuyg'usi o'rin olgan edi. Atxon amdi suhbatning temasini o'zi necha vaqtdan beri o'ylab yetolmagan bir ishning ustiga burdi. O'zlari ko'p o'qigan, uqumishliq odam ekanlar. Men burun yurtimda o'shir zakot berib, payg'ambarning sunnatlarini, musulmonlik farzlarini ado qilib kelgan edim. Lekin hozir qo'lim qisqa bo'lib, zakotning savobidan mahrum qoldim. Buningga ko'nglim bakmo yerim. O'zlaridan so'raydiganim, shariatda buning o'rnini to'ldiradigan boshqa yo'llar bormi qandoq? Zakotning ma'nosi paklashtirish deganlik bo'ladi ustam, dedi Pasar Hacim uning ko'nglini tushunib. Kishilar o'shir zakot orqali o'zining mol dunyosini paklashtiradi. Bir hadisda mundaq deyilgan: namoz mo'minlarni jannatga kiradigan yo'lning yarmiga ilib boradi. Ramazon ularni jannatning eshigi oldiga ilib boradi. Zakot bo'lsa ularni jannatga ilib kiradi. Bu vaqtda men sizlarga bir hikoya aytib beray. Qanday qilishni shuningdan bilib olsizlar. Xo'ja Abu Nasr Samani avliyolik kamoliga yetgan zot edi. U kishimo payg'ambarning sunnatlari deb savdogarchilik qiladi. Lekin boshqa savdogarlarga o'xshash nafsoniyatchilik qilmasdan, balki pul tepib Xudoning bandalariga zakot beray, zakotning savobidan mahrum qolmay deb savdogarchilik qiladi. Bir kuni murtlardan biri: "Ey xo'ja, shuncha pul milingiz turib, yana nima uchun savdogarchilik qilasiz?" deb so'rabdi. Xo'ja Abu Nasr: "Ey murt, yaxshi aytdingiz. Men aqlimga kelgandan buyon payg'ambarning sunnatlarini tashlamadim. Xohi safarda, xohi yurtda turgan vaqtimda bo'lsin, xalqqa zakot berib foyda yetkazdim. Agar savdogarchilik qilmagan bo'lsam, zakotning savobidan mahrum qolgan bo'lardim." Ey murt, siz anglamaganmi? Bir kuni ulug' payg'ambar Muhammad alayhisalom masjidda o'ltiradi. Bir necha sahobalar kirib: "Ey Xudoning payg'ambari, boshqa sahobalar boy bo'lgani uchun zakot berib, zakotning savobini topadi. Biz yo'qsul bo'lganligimiz uchun zakot bergili pulimiz yo'q. Zakotning savobidan mahrum qoldik. Siz bizga zakotning savobini hosil qilgudak biror ishni buyursangiz" deb iltimos qilishdi. Bu chaqda Muhammad payg'ambar: "Ey sahobalar, kunda namoz bomdatni o'qib bo'lib, 33 qitim alhamdulillah, 33 qitim subhanalloh, 33 qitim la ilaha illalloh desanglar, zakot berganning savobini topsizlar" deb buyurdi. Shuning bilan bu kambag'al sahobalar xushal bo'lib, har kuni namoz bomdatdan keyin yuqoriqilarni savoq qilib o'qidilar. Tushundim, dedi Atxon xushalliqda o'rnidan turib. "Amdi ko'nglim yo'ridi. Meni qiyin bir ishdan xalos qildilar hojim. Sizlarga ko'p rahmat. Yanala o'qigan ulug', o'qigan kuchlik ekan." Shu uchrashishdan keyin hash-pash deguncha 10 necha kun o'tib ketdi. Bu oraliqda Pasar Hacim Madina, Taif, Dammam qatorliq shaharlarga bordi va bir payshanba kuni tushdan keyin tuyuqsiz yana Atxonning do'konida paydo bo'ldi. "Qandoq ustam?" dedi u bosog'idan atlabla qizg'in hol so'rab. "Kunlari yaxshi o'tyapti? Inshaalloh, yomon emas", dedi Atxonmo hurmat bilan o'rnidan turib. "Ata-onamiz aqltinglar oltin, kulinglar kumush bo'lsin" deb duo qilibdikan. Mana shu duoning barakati bilan Xudoga shukri, oyog'imizdan shamol o'tib turyapti. Pasar Hacim
yana chechini qirdirib saqal burtini yasatdi. Bu jarayonda bu qitimqi safri va tijorati to'g'risida so'zlab berdi va oxirida Atxon zodila xiyoliga keltirib boqmagan bir savolni so'rab qoldi. Ustam, soylarni ishga qilish niyatlari yo'qmi? Odam qirg'an sari vafodor bir jo'riga muhtoj bo'lib qoladi. Sizlar buni o'ylab boqmadimi? Atxon huduqib tamtirab qoldi. Qo'lidagi ustirmo pasar hojimning saqlida to'xtab qoldi. U rostilla bu ishni o'ylab boqmagan edi. Uning barliq fikr xiyoli Akbar tezroq cho'ng bo'lsa, biror obdan qiz tepib shuni uyga kelin qilib akirvilishda edi. Lekin bugun tuyuqsiz o'tirg'a chiqqan bu kutilmagan savol xuddi bir tal xislatlik tayoqdek uning yuragidagi o'chay deb qolgan erlik o'tlarini qo'chib, maltilab, puvlab yelinjitishga boshladi. "Ustam, nim bo'ldi?" dedi pasar hojim Atxonga qiyo baqqanicha kulib. Hayajonlanib, aslariga yigitlik chog'lari tushatamdi nima? "Yo'qso, taqsir yo'qso", dedi Atxon darhol o'zini o'ngshab. "Menga bu savol bakmo tuyuqsiz, g'alita tuyulib ketdi." "Nimiz g'alita?" Pasar hojim amdi jiddiy talaffuzda so'zlashga boshladi. "Sizlar yurtdan yiroqda hijratda yashayotdilar. Sizlarga hozir issiq tomoq, pokiz kiyim, yumshoq o'rin kerak. Uning ustiga odam qirg'an sari og'riq siloqdan xoli bo'lolmaydi. Bundaq chaqda sizlarni xotinlaridan boshqa hech qanday odam kutilmaydi. Bu ishni obdan o'ylashmaslari bo'lmaydi. Men gapni ochiq aytay. Sizlar bilan birinchi qatim ko'rishgandala ko'zimga issiq ko'rindilar. Oz to'la ahvollashdik. Uningdan keyin men sizlarni boshqalardan uqishdim. Sizlar haqiqatan oq ko'ngil, halol ekanlar." Pasar hojim so'zdan to'xtadi. Bu aralıqda Atxonmi uning saqal burtini yasab bo'ldi. Amdi u kiyimlarini tuzashtirib bir chetdagi o'rindiqqa kelib o'ltirdi va usuliq ichkach so'zini davom qildi. "Mening Xudo yo'lida bir savobliq ish qilg'im keldi. Mening Qohirada Mustafa So'yman ismli bir turk og'inam bor. U cho'ng gazmal savdogari. Qohiraning Davon rastida katta magazini bor. Uning ayoli Misrlik arab, qizi Suhayba turmushda baxtsizlikka uchradi. Eri 7 yilning oldida siyosiy to'polonga aralashib o'lib ketgan. Shuningdan beri bu cho'kan ota-onasining xizmatini qilib chiroyli o'ltirdi. Men sizlarni yomon yerga soy qilmadim, ustam. Esilda xato yo'q, bi esilda vafo degan gap bor. Uning tigi esil, tarbiya ko'rgan, jahon ko'rgan odam. Suhayba mo pok, xushxo'y cho'kan, xushxo'yliq inson vujudidagi eng yaxshi, eng chiroyli sifatlarning biri. Atxon nima deyishni bilolmay birdam tamshinib turdi va tapchima oq do'ppisini tuzashtirgach, nima deyishni o'ylandi. Ulug'lar nasliga miskinlarning ulashmiqi malol ish bo'larmikin taqsir, dedi u oxir kamina kamtarlik bilan. "Bu gaplari behuda bo'ldi, ustam", dedi pasar hojim yoqtirmagandek qiyofatda. "Ulug'larmi, miskinlarmi o'xshashlar Xudoning bandisi. Biz o'zimizni nima chaqlamayli, hammamiz Xudoning nazaridagi bir chumula." "O'g'o, shundoq", dedi Atxon va xiyolga cho'mib shuklab qoldi. Amdi u biror o'rinliq sabab ko'rsatib, pasar hojimning taklifini rad qilishga amalsiz qolgan edi. "Men bir necha kundan keyin Qohiraga qaytaman", dedi pasar hojim ketish uchun o'rnidan turib. "Boya degan gaplarim do'stona bir maslahat. Musofirchilikda bir-birimizning g'amini yemasak bo'lmaydi. O'ylashib baqsizlar, nikoh degan g'oyib narsa. Biz niyat qilgan bilan ishning vujudga chiqishi yanila taqdir Allohga bog'liq." Atxon o'rnidan turib uni eshikning sirtigacha uzatdi va og'zi og'ziga tegmay, "O'ylashiman, jazman o'ylashiman taqsir. Yaxshi ko'ngillarga rahmat", dedi va oxirida alohida qo'shib qo'ydi. "Bizning mo kichikkina g'amxonamiz bor taqsir. Vaqtlari yetsa berib, to'plarni qiqib ketsalar." Ikkinchi, Atxon bu ishni hech kimga tinmadi. 3 kungacha o'zi qattiq o'ylandi. Qandaq o'ylamasin, pasar hojimning so'zlari yo'lliq, o'rinliq bo'lib chiqatdi.
Demisimu, hozir uning bu kichikkina g'irib kapisiga bir ayol zoti namozdanmu farz bo'lib qolgan edi. Musofirchilik ichida bundaq yakka yigana o'taverish o'zini xo'rlash va aldashdan boshqa narsa emas edi. Shug'inisi, u mushundaq xiyollarni qilgan vaqtda ba'zida o'zini qadinas ayoli Xon Tillaning oldida aybkordek, uningga yuz kelolmaydigan ishlarni qilayotgandek tuyg'ularga kelib bearam bo'ladi. Lekin yana g'oyibona holda o'zini oqlab, "Men uning ustiga qasddan to'qol olmadim. Bizning ayrilganimizga 3 yildan oshdi. Bundaq zo'ruriyat nikohni Alloh ravon ko'rdi. Xon Tillamo kechirdi" deb o'z-o'ziga tasalli beradi. Uyan o'ylab, buyan o'ylab, uningga kallasidan o'tdi. Lekin Akbar nima deydi? Boshqa yurtdan kelgan notanish bir ayolning tuyuqsiz bu uyga o'gay ona bo'lib kirishi, burti xat tartib, bast bo'yi lo'ngida o'sib qolgan bir yigit uchun qanday ta'sir qiladi? Agar u loyiq ko'rmasa, bu ish hargiz ishga oshmaydi. Atxonmi o'g'lining ko'ngli uchun mangu mushundaq yakka yegana o'tib ketaveradi. Atxonning tuyuqsizla bundaq shuklab kam so'z bo'lib qilishi Akbarning diqqatini tortdi. U dadasining ko'nglini bearam qilayotgan ishning zodi nimaligini bilish uchun bugun kashlik tomoqdan keyin meva yeb o'ltirib ig'iz ochdi. "Dada, bir necha kundan beri bekmo jimib ketdim. Biror yering og'riyotamdi qandoq? Nima gaping bo'lsa menga aytqin. Bundaq qilsang men bek qisilib ketadiganman." Akbarning so'zi Atxonni ko'nglidagi sirlarni ochiq aytishga qistidi. Bir hisobda bu mo yaxshi bo'ldi. Savol so'ralgan ekan cho'qim javob berish kerak. "O'g'lim, yaqindan beri men bir ishga duch kelib qoldim", dedi Atxon necha kundan beri dilg'ulliqni bir chetga qayirib. "Bu ham menga, ham sana taalluq ish. Endi ochiq aytmasam bo'lmaydi. Ba'zilar mening soyamni ishki qilib qo'yish ko'yda bo'layotidi." Atxon o'g'liga Pasar hojim bilan tanishish jarayonini va uning bilan bo'lgan suhbatlarni ujur-bujurgacha qo'ymay so'zlab berdi. Akbar bu gaplarni anglab o'ylanibmi o'ltirmadi, balki xushallangan, hayajonlangan holda mundoq dedi: "Dada, bu bekmi yaxshi gaplar ekan. Sen bundaq o'taversang bo'lmaydi. Ilmo shuncha vaqtdan beri menga ham ona, ham dada bo'lding. Ba'zi kunlari tamoq etgan, kir yuygan, o'z supurgan ishlarini ko'rib ko'zlarimga yosh kelgan. Biz endi omonatga yashab, o'zimizni o'zimiz aldab yurmayli. Taqdir qismatimiz shu o'xshaydi. Endi menmo cho'ng bo'ldim. Biror mustaqil ish qilmasam bo'lmaydi. Sana cho'qim yaxshi bir hamroh kerak. Agar xohlasanglar, men sening beshingni o'z qo'lim bilan o'nglab qo'yman." Atxonning ko'ziga g'illida yosh keldi. O'g'lining ichko'yarlik bilan aytgan samimiy, chin so'zlari uning ko'nglidagi dilxastliklarni ko'tarib, necha kundan beri dilg'ulliq, arsaldiliqlarni nalargadir g'oyib qilavatdi. Atxon bugun o'g'lining rostilla cho'ng bo'lganligiga, jafoliq turmushda pishib, uningdan yetarlik aql idrok topganligiga ishondi. Bu ishonch uni o'zining taqdiridan, kelgusidan va yiltizidan xotirjam qildi. Yaqindan beri Akbarda mustaqil ish qilish ideyasi pishib yetilayotdi. Bu ideyani uning kallasiga do'sti Haris salgan edi. Haris hozir Ummul Quru universitetidagi o'qishini to'xtatib, dadasining tijorat ishlariga yordamlashyotdi. Dadasi o'tgan oyda tuyuqsiz yurak kasali bilan yiqilib, nihoyatda tasda qutuldirilgan edi. Doktor uni yerib charchashdan, haddidan ziyoda xushalliq, xafaliq va hayajondan cheklagachga, u hozir uy bilan masjid oraliqida ko'proq yurib, yiroq yaqindagi tijorat ishlariga o'g'li Harisni chiqarib qo'ygan edi. Haris o'qimishliq, chechan bo'lg'achqa tijoratning ipi-chipini nihoyatda tezla egilib oldi. Haris hozir Xumdonga pat-pat kelib, Akbar bilan ko'rishib, ahvollashib turadi. Ham uni Xumdonning hisobot ishlariga yordamchi qilib qo'ygan edi. Bir kuni u Akbarga do'stonalik bilan mundoq dedi: "Adash, bundoq ketaversang, menga qat ko'tarolmaysan. O'zimning manfaatim desam,
seni bu xumdonda mangu ishlatgum bor, lekin bu odillik bo'lmaydi. Sen zoya ketsan. Meningcha senmo bir dukkan ichib, mustaqil ish qilib boq. Tijoratchi deganning yo'li bir bo'lgan bilan rizqi boshqa. Lekin dukkanni nerdan topaman adash? Dedi Akbar qiziqish va umidsizlik bilan. O'zing bilasan, Makkadagi bozorlardan dukkan topmoq tas ham qimmat. Men yordam qilaman. Arisning so'zlari samimiy ham keskin edi. Bozor degan Makkadala emas. Makkadan topolmasak, Jiddadan topamiz. U yer degan ochiq bozor. So'd sitiqning qaynimi. U yerda mening bir tog'am bor. Shuningga aytsak yordamlashidi. Mana shu suhbatdan keyin Akbarning ko'nglida dukkan ichish ishtiyoqi tug'ilib, yangi bir tirikchilik plani qad ko'targan edi. Atxon o'g'lining muddasini tushunib ichida xushal bo'ldi. Uning nazarida Akbar savdo setiq, tijorat ishlarida texi pamsiz geri edi. Agar dukkan ichib mustaqil tijorat yo'liga qadam qo'ysa, uningdagi mana shu ojizlik bilan bo'shliq asta-asta to'liqlanadi. Shunga Atxon, "Bo'pti bola, dukkan atsang ach", dedi o'g'liga madad berib. Tijoratmi Imom Azamning yo'li. Halollik bilan 5-4 tanga tepib yeyish yo'lliq. Ishlarni planlash insondan o'g'lim. Ishning putishi Allohdan. Xudo sana yor bo'ladi. Pasar hajimning Qohiraga qaytadigan kuni yaqinlashib qolgan edi. Atxonmu bir fikrga kelib qo'ydi. O'g'lining roziligi uning oldidagi barliq to'salg'ularni supurib tashlagan edi. U amdi xushallik va ko'ngil ozodaligi bilan Pasar hajimga javob bera oladi. Pasar hajim qaytishdan 2 kun burun dukkanga keldi va chach saqilni oldirg'ach ma'nili qilib mundoq dedi: "Ustam, islom shariatida 3 narsada shak yo'q deyilgan. Birinchisi ko'lda shak yo'q. Uningdan odammi, hayvonmi suv ichidi. Ikkinchisi tag'arda shak yo'q. Uningga oshmi oladi, toshmi oladi. Uchinchisi xotinda shak yo'q. Uni bumi oladi, bumi oladi. Mendimi shak yo'q taqsir", dedi Atxon bu gaplarning tagiga yetib. "Inshaalloh yaxshi niyatlari ish qilishib, mendak fiqir musofirning hojati ravo bo'lib qolsa ajab emas. Undaqda bir fikrga kaplada", dedi Pasar hojim hayyorlik bilan kulib. "Shundoq, o'g'limmi qo'shildi", dedi Atxon ko'nglidagini ochiq aytib. "Amdiki gap sizda qoldi. Xudo buyursa yaxshi xabar kutgayla." Pasar hojim o'rnidan turdi va bir ish esiga kelgandek Atxondan so'radi: "O'zlarida biror parcha surat bormi?" Atxon bu savolning ma'nosini darhol tushundi. O'z vaqtida pasportga ishlatgan suratdan biror partisi turgandek qiladi. "Men uyga qarab boqay. Shuni tepib, atigacha menga yetkazib bersizlar." "Obdan." Atxon uni dukkanning sirtigacha uzatib chiqdi. Ular xo'shlashganda kechki shafaq ko'tarilib, Makka osmoni ajoyib juloliq, jilvidor tusga kirgan edi. 3. Pasar hojim bir oyga yetmay Makkada yana paydo bo'ldi. U kelgan kunila Atxonning dukkaniga kirib 4 so'm cho'nglikdagi bir suratni uningga ko'rsatdi. Atxonning ko'z oldida qosh ko'zi kelishgan, qangsharliq, do'maloq yuzlik, to'lg'an bir cho'kanning jalbkor simosi namoyon bo'ldi. Bu Suhaybaning mushu qatim tushgan yangi surati edi. U semizrak, ammo chiroyli edi. Yeshi 33 dan halqagan bo'lsa-mu, lekin masjid buzilsa mihrobi qoladi degandek, yoshlik latofati texi tugumagan, qosh ko'zi go'zal, royish juvon edi. Uning suratdagi nursiz ko'zlari-mu odamga bir xil muloyim va samimiylik bilan tikilib turadi. "Qandoq, cho'kan o'zlariga yoqdimi?" dedi Pasar hojim ko'zlarini hayyorlik bilan o'ynatib. "Men demadimmi? O sizlarga yigitliklarni aslatadigan, qariliklarni bilindirmaydigan xotin bo'ladi. Dunyoda bari tepilur, yori tepilmas, yori tepilur, vafodor tepilmas degan gap bor. Inshaalloh o sizlarga vafodor xotin bo'lib qoladi. Xotin degan qaqsi qo'ziq, ilsa ilmak bo'lishi kerak. Chin gapni aytsam, suratlarni ko'rgandan keyin Suhayba nima o'ylagan, bir necha kungacha gap qilmay turibdi.
Keyin ota-onasi nasihat qilib roziligini oldi. Mazlum haq emasmi? Ko'zi qo'rqidi. Uning ustiga yurtini tashlab bu yerga keldigan gap. Darvaqa Suhayba yaxshi ko'radigan eri tuyuqsiz qazo qilib, taza paxlan cho'kan bo'lganda tul qolgan edi. Tulluq uningga dastlab ig'ir tuyuldi. Har keldi. Yolg'izlikda o'tgan kunlar to'limu asta va ma'nisiz bo'ldi. Lekin u chididi. Asta g'ariblik, tanholikqa ko'nibmi qoldi. Amdilikda u turmush, deganlarni xiyoldan nari qilib, ota-onasi bilan tinch, xushal-xuram yashayotganda, kutilmaganda bu surat paydo bo'lib, uning fikr xiyolini chalg'itibdi. U yatqiga bekinib, bir necha kungacha jiddiy o'ylandi. O'zi texi ko'rib boqmagan, yiroqdagi bu loyiqqa ma'qul deydisa, nima uchundir ko'zi qo'rqib, yuragi silib ketadi. Yo'q deydisa, ota-onasiga ichi og'raydi. Ular uning g'amida kundan kunga qirib ketyotadi. O'zimi ba'zi kunlari farzand yuzi ko'rmay, bu dunyodan nom nishonsiz ketib qolishdan o'kinib, urib qo'yadi. Shundaq paytda ota-onasi Suhaybaning uzoq yil g'iriblik dashtida izib yurgan qalbini uyg'otib, hayotga, turmushga va oilaga bo'lgan qiziqishni qaytadan qo'zg'adi. Shuning bilan uning vujudida uzoqdan beri his qilib boqmagan bir xil illiq, nozik va shirin tuyg'ular uyg'ondi. Shu chog'da Suhayba o'zini ig'ir dardga mubtalo qilgan bu yurtdan bir mezgil ayrilib, yoshlik qalbiga o'rnab ketgan jarohatlarni yiroq, notulish yerlarda saqaytib olish uchun qit'a atlab Makkaga berib, shu yerda uy o'choqliq bo'lishga rozi bo'lgan edi. Omadlari bor ekan, ustam. Bir parcha surat bilanla yosh, chiroyli bir cho'kanning ko'nglini utib oldilar, dedi Pasar hojim chaqchaq qilib. To'pa ko'nirgan siri churuydi, go'sh ko'nirgan siri sesiydi. Her kishi to'pidan putgan. Shunga biz qirigan siri xuddi to'pidek soz, unumlik bo'lib ketamiz. Xotin kishi go'shtdan putgan. Shunga qirigan siri sesigan go'shtdak battamlashib ketadi. Shunga sili qiri bo'lsizlarmi Suhaybaga yaraganda. Atxonning Qohiradan o'ylanmoqchi bo'lganligi ayt-o'yt degicha yiroq yaqinga tarab ketdi. Bu xabar ham shaharlar ichida qiziq suhbat temasiga aylandi. Ba'zilar yaxshi bo'pti, qirg'anda baxti ichilibdi deb olqishlasa, ba'zilar cho'ng yerga esilibdi, maqsadi xotin elish emas, naf elish deb uning g'ururiga tegadigan gaplarni qilishdi. Bir kuni Bag To'mirning uyida birsi mushundaq gaplarning bo'layotganligini aytganda, Atxon noiti tamkinlik bilan ma'nili qilib mundaq dedi: "Biz bu yurtga musafirning ko'zi bo'lsa-mu, yo'li qorong'u bo'ladi. Shunga bizga yo'l boshlaydigan, homiy bo'ladigan odam bo'lmasa bo'lmaydi. Dadam menga o'z vaqtida mundaq bir hikoyani aytib bergan edi. Jangallarda qarquloq deb atiladigan bir hayvon bor ekan. U hamisha shirning orqasidan 100 qadamcha oraliq qoldirib mangadi ekan. Shir nega borsa, u mo shu yerga boradi ekan. Zodi ayrilib qolmaydi ekan. Buni ko'rgan nurg'un hayvonlar qarquloqqa hayron bo'pti. Oxir bir kuni tulki asta uning yiniga berib, "Birodar, sen nima uchun hamisha shirning orqasidan yurisan, yoki o'sning xilim bo'lmasa?" deb so'rabdi. Tulkining savolini anglab qarquloq mundaq debdi: "Ey ahmoq, agar men shirning orqasida yurmagan bo'lsam, mening bu kichikkina jinim bu chaqcha omon qolamdi. Meni yeyishni o'ylagan har qanday maxluq oldimdagi shirni ko'ribla ayminadi. Menga chiqilishga pitnolmaydi. Yana birsi, men hamisha shirdan oshgan o'ljalarning qoldi qatsini yeb to'yman. Endi uningdan 100 qadam oraliq qo'yib yurishim har ehtimolga qarshi uningmi hujumidan saqlanish uchun. Mana bu qarquloqning yashash yo'li. Turmushdimi odam ba'zida o'zini qo'g'dashning, muhofazat qilishning yo'lini bilmas bo'lmaydi. Bo'lmasa behuda nobud bo'lib ketadi. Chunki bu dunyoda zulmsiz yer yo'q. Kuchliklar ojizlarni, cho'nglar kichiklarni bo'zaq qiladigan ish hamma yerda bor." Bu kunlarda Atxon to'yning tayyorligiga jiddiy kirishdi. Uni hozir Pasar hojim oldiratmasmi,
o'zi aldirab qolgan edi. Uyning ichi teshini oqlatdi. Kona bozordan qadimki pasundagi qo'sh kishilik yog'och karvat bilan bir dona ishkop oldi. Yotgan ko'rplarni yangiladi. Uning bilan uy xili saramjon, yo'roq ham ko'rkam bo'lib qoldi. Atxon Pasar hajim bilan billa Qohiraga minishga tayyorlanib yurgan kunlarda Akbarmu Jiddadan bir dukkan hal qilib, shu yerga berishga taraddudlanib yuratdi. Ular birla kunda yo'lga chiqdi. Akbar dadisini Jidda portidan Qohiraga uzatib qo'yib, ondan o'zining ishini qilmoqchi bo'ldi. Parxutga chiqib 3 kunlik dengiz safari boshlanadigan kuni Pasar hajim Atxonning yangi chiroyli ustaboshlarga havaslanib qarab mundoq dedi: Xudoyim rizqlarini keng yaratibdigan ustam, mana dunyoning bir chetidan kelib, yana bir chetiga kuyug'ul bo'ladigan bo'ldilar. Yaxshi ayol erning ko'rki, uyning zinnati, Xudo buyursa, Suhaybasiliga yaxshi jo'ra bo'ladi. Inshaalloh, deganlarkilar taqsir, dedi Atxon Pasar hajimga minnatdorlikni bildirib. Bu ishda o'zlari adadarchilik qildilar. Men sizlarga ishonaman. Paraxut güdük to'lab qo'zg'aldi. U xuddi suv ustidagi g'oyat zo'r lahangdek to'lqin yerib olg'a siljitdi. Atxon yiroqda qo'l pulanlatib qolgan Akbardan ko'zini uzib, buzamtul ufuq bilan giralishib ketgan bepoyon dengizga nazar tashladi. 5-bob tugadi.